Tojirlikni agar ixlos bilan qilsa, shariatga muvofiq qilsa, juda katta savobli ish hisoblanadi. Chunki tijoratchilar xalqni hojatini chiqaradi. Men misol uchun xalqning bir a'zosi bo'laroq hamma narsani o'zim topolmayman. Tijoratchi boradi, yo'l yuradi, charchaydi, xoriydi, pulini ko'tarib olgan o'g'ri olib qo'yadimi, u bu degan qo'rqinchi bor. Borib u molni sotib oladi, lekin bilmaydi bu yoqqa kelib sotganda foyda ko'radimi, yetkazib olib kela olmaydimi, u ancha mashaqqatli ish u. Boshqa bir yurtga borib, xalqiga kerak molni olib, yo'lda xatarda qolib, kelib bu yerda yana bozorda sotib, ana foyda ko'rish niyatida qilyapti. Shu, lekin tojir shunda xalqqa xizmat niyatini ustun qo'ysa, ajri ko'p bo'ladi. O'zini foydasini ko'zlaydi. O'zini foydasi qilmasa birov ish qilmaydi. Agar kim men tijoratchiman, o'zimga hech narsa kerak emas, xalqqa xizmat qilyapman desa, g'irt yolg'onchi bo'ladi. Men tijoratchiman, xalqqa xizmat qilyapman, o'zimning foydamni ham ko'zlayapman. Foyda ko'zlamasa birov ish qilmaydi. Lekin tijoratchini haligi martabasini ko'taradigan narsa o'zini pulini xatarga qo'yadi. Bu yoqdan hosil chiqishi hali gumon, bilmaydi. Lekin tavakkal qilib Allohga bir xizmat qilay deb, demak boradi, vaqt sarflaydi, charchaydi, xoriydi. Xo'p, foyda ko'rmaslik xavfi bor. Bir yo'li kasodga uchrab qolish xavfi bor. Bularni hammasini bo'yniga olib kelib, yurtida endi haligi narsani sotsa, xalq oladi, oson bo'ladi. Meni qobiliyatim yo'q edi, tayyor bozorimga olib kelib birov sotyapti, shundan olaman. Rahmat. Shu odam yengilni osonni nima, og'irni yengil qildi. Boshqa menga o'xshagan ko'pchilikni shu narsaga hojati bor edi, hojati chiqdi. Ana o'sha e'tibordan tijoratchilik juda yaxshi bir savobli ish hisoblanadi. Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning eng olim sahobalaridan bo'lmish Hazrati Umar ibn Xattobning o'g'illari Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, men uchun Allohning yo'lida o'lishdan keyingi eng sharafli o'lim tijorat, molimni ichida o'lishdir. Ya'ni xalqqa bir xizmat qilay, o'zim foyda ko'ray deb tijorat olib kelyapti, yo'lda molini ichida o'lib qolsa, eng sharafli o'limlardan bittasi bo'lar ekan. Chunki haligi nima, yurtni obodligi uchun, elni ehtiyoji uchun, o'zini foydasi uchun halol ish qilyapti. Bu juda yaxshi narsa. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytadilarki, at-tajiru saduqul amin ma'al anbiya'i was-siddiqina wash-shuhada. Sadoqatli, rostgo'y, omonatlik tojir qiyomat kuni anbiyolar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan birgadir. Ana tojir bo'lganda sadoqatli bo'lish kerak ekan. Yolg'on aralashtirmaydigan bo'lish kerak ekan. Hamma narsani rost, ochiq, oydin qilish kerak. Omonatli bo'lish, bir tiyinga xiyonat qilmaydigan bo'lsa, ana o'sha ishini yaxshi niyat bilan, halollik, poklik bilan, shariatning hukmi bilan ado etsa, qiyomatda anbiyolar bilan birga bo'lar ekan. Siddiqlar bilan birga bo'lar ekan. Shahidlar bilan birga bo'lar ekan. Bu demak sharafli ish. Ana tijoratga urinmoqchi bo'layotgan odam qanday sharafli ishga qo'l urayotganini bilib, yaxshilab o'rganib, ixlos bilan qilsa, ham moddiy tarafdan foyda ko'radi, ham ajr oladi, savob bo'ladi, oxirati ham obod bo'ladi. Agar uni teskarisi bo'lsa, Alloh ko'rsatmasin, bu juda og'ir, mashaqqatli ish bo'ladi.